Assalomu alaykum. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Mana shu joyda meni bolalikdan o'sgan uyim bo'lgan. Mana shu yerda oilamiz bilan birga yashaganmiz. Shu yerda bolaligimiz o'tgan, shu yerda biz katta bo'lganmiz, voyaga yetganmiz. Shu joyda prezidentimiz keladi mana bu toqqa. Shu yerda ekoturizmni rivojlantirish va hokazo turli xil bahonalar bilan mana shu yerdagi uyni tekislab tashlashgan. Ana yerda az qadamjo bo'lgan, qadamjolarni ham tekislab tashlashgan. Mana shu holat bo'yicha men da'vogarlik qilganman. Bu hokimiyat vakillari bo'lgan, bu yerda mana diniy imom Sopaxon Eshon bo'lgan, tuman hokimi vakillari bo'lgan, viloyat hokimi vakillari bo'lgan, mahalla raisi o'sha paytdagi bo'lgan. Kuchli bosim, ruhiy bosim ostida bo'zasan shu yerda deb buzdirib tashlashgan. Mana shu holat bo'yicha men da'vogarlik qilganman. Mana shu holatga javob bersin.